Kuzatuvchilar, mana bugun kechroq bo'lsa ham chiqishga qaror qildim. Biza kecha Samanta bilan Fortis klinikasi rahbari professor Samanta bilan uchrashuvda bir kelishuvga erishdikki, bundan keyin ikkita klinika bir-biri bilan hamma vaqt aloqada bo'lamiz va bir-biri bilan davolash metodlarimiz bilan alishib turamiz. Qaysidir bir joyga tushunmagan bo'lsa, tushunmay qolsak, kimdir qaysidir specialistimizga ularda bizada bo'ladigan tushunmovchiliklarga onlayn ravishda javob berib kasallarga yordam qilamiz. Shu holatlar bo'yicha kimga Hindistonda har qanday kasalliklar bo'yicha nimalar kerak bo'lsa, konsultatsiyalar bemalol platformalar orqali murojaat qilасizlar. Hindistonning klinikalarini bizdan farqli ravishda Hindistonda bitta klinikadan boshidan oxirigacha hamma kasalliklar davolanadi. Shunisi bilan bizdan ancha oldinda. Sog' salomat bo'linglar.